Bugün 15-may sanasi. Assalomu alaykum. Hammangizga xayrli kech. Kech tushganda tabriklarimizni boshladik. Xudo xolasa soat 9 ga qarab bordi. Bizlarimiz Yangiortda Qarmush qishlog'i Qarmush mahallasida bugun Safoy Oplas sulolasinda quvonchli kun Jajjibir ukamizni, Dilshodbek ukamizni ilk yoshi 1 yoshi bilan tabriklab chiqamiz. Birinchi galda shu ishlarni tashkil qilgan opasi Shodiyaxon akamni, akasi Tahojon og'alarimizni o'rtacha yaqinlar nomidan tabriklaymiz. Olib kelgan chiroyli tortlarimizni qolaversa chiroyli aytlar bilan birga tarafini qo'llab tabriklab chiqamiz. Xursand qilamiz. Barcha otalari qahramon, shodlik, barcha onalari Gulnor akam, Silviya akalarimizni va shu sulolaning kattasi, shu sulolani duogo'yi, yerdagi farishta misol jannatiy onajonimiz Gulchehra hojonamning nomidan ham tabriklaymiz. Boshimiz tabrikimizni qani ketdi. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar. Isming kabi ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hurmatli onajonlar, munis va qadar opa-singillarim, hammalaringizga yoqimli ishtaha xush kelgan tilaymiz. Endi qo'shib qo'yib kelaverdik, so'rashmang. Men borimizni so'rab qolamiz. Aziz mehmonlar, bugun bu xonadonda, ya'ni Safoy Oplas sulolasinda quvonchli kun, shodiyona bayram. Ya'ni shu Safoy Oplas sulolasining davomchisi Dilshodbek ukamizni ilk yoshi ekan. Ya'ni 1 yoshga kiribdi. Shu munosabat bilan tabriklaymiz. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa bir qarsaklab bo'lsin. Birinchi galda shu sulolaning kattasi, yerdagi farishta misol jannatiy onajonimiz, ya'ni Dilshodbekning momosi Gulchehra hoji onamning nomidan alohida tabriklaymiz. Bugun Dilshodbekni tabriklash uchun volidai muhtaramasi, onajonisi Shodiyaxon akamning nomidan keldik tabrikka. Qolaversa akasi Tahojon og'amning nomidan tabriklaymiz. Otasi Qahramon og'amni, ikkinchi otasi Shodlik og'amizni va analari bor, sevimli tashkilotchi bular. Zulfiya onamni, Gulnor onamizni alohida tabriklaymiz. Umidlar uzoq bo'lsin shu Dilshodbekni. Shu 1 yoshga kiribdi, Xudo xolasa 100 yoshga kirsin. Shoxlarining vaqtini har doim sog' bo'lsinlar. Xudo xolasa sunnat to'ylarida, xos to'ylarida davrani keng olib tabriklash hammaga nasib etsin. Tabriklaymiz. Salomat bo'lsinlar. Qani marhamat otalarım tabriklab qo'ysalar. Bugun Dilshodbek uchun tayyorlangan chiroyli to'rt va Muyassar akamning tortlari. Alohida shu tortni akasi Tahojon og'amni, volidai muhtaramasi, ya'ni onajonisi Shodiyaxonning nomidan qabul qiladilar. Topshiramiz. Tayoqlari to'rtlarning shirali mazali bo'lsin, ustundagi saliblarni yaqib, bugungi kechani boshqa tomonga topshiramiz. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, не без разницы, приеду.
Salomat bo'lsin, Dilshodbek. Umri uzoq bo'lsin, oldinda qolsin. Shu xonadondan erta o'tgan shu Dilshodbek otamizdan joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Shu Dilshodbek otamizning nomi qo'yilibdi bu Dilshodbekka. Ilohim shu ota boğazini elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan ilmli, ma'rifatli, yutcha bo'lib o'tsin. Xudo xolasa deb topga to'ylarimda, muchal yoshimda, izimdan farz to'ylarimdan xatanamizdan hech kim kam bo'lmasdan davrani bundan-da keng olib, barcha yakunlaringiz bilan tabriklab o'tiramiz. Salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Yana bir bor tabriklab qolamiz. Для тебя мою на сцене, ты сказал мне только лучше. Endi davramizda shu otasini, dadasini, hamma yaqinlarini taklif qilamiz. Analari bu hojonamiz o'tiribdilar. Qani marhamat, shu ahli cho'liqni bugungi ilk yaxshi bilan tabriklab qo'yasiz. Ya'ni hojona, Gulchehra hojona mikrofonni sizga beramiz. Marhamat, tabriklab tilaklaringizni yo'llaysiz. Marhamat. Nabigim şu. Yaxshi nima deymiz? Avvalambor aqtimizning do'lan gün ekan, shu kamni nima deyman? Adım qo'yilgan. Shu adına qarasın. Bir maqsad etdim ben. Nega niyet etgan bo'lsa niyat etsin. O'qimishli, bir yurtda kerakli bir odam bo'lsin. Yana bir marta tabrikman aqni balam. Dilshodbek. Boshqa nima deyman yana? Otasini bermi? Akasini. Rahmat. Qani davramizga endi hammasini taklif qilamiz. Qani marhamat, tabriklab tilaklaringizni yo'llaysiz. Analarim boshida, ya'ni Zulfiya onasi Shodlikbek otasi nomidan ham tabrik ekanlar. Zulfiya aka, tabriklaymiz sizni. Marhamat. Artıkımızı şahsiyetli olan yıllarımız uzak ömür dilime. Atanasına gerekli ilimli baba bu. Cemala yetsinler. Atasından bana tebrikler. Rahmet. Salomat bo'lg'aysiz. Xudochiliklarning yengilchilik bo'lsin. Ilohim shu aqtiqdan nechik murod maqsad qilgan bo'lsangiz hammasini erishib o'tirgaysiz. Salomat bo'ling. Endi so'z navbatini Amina onasiga beramiz. Marhamat. Dilshodbekni o'g'irlayotgan hamma yaxshi bo'la olsun, o'yinlari uzoq bo'lsin. Ota-onalar yigitlar o'rniga getirsin. Xudoyim sunnatini getirsin. Sünnet to'ydan qatnashib nasib etsin. Hammaning ko'nglida yaxshi bo'lsin. Uchala yoshlar qizlar hammasini tabriklayman. Üçüre çıkanımı, günlerimi, kahraman, Tayyipcan, hammasini Xudoyim bu asırları hizmetleri koştum. Hamma aileye yaxshi bo'ladigan hammamizga nasib etsin. Hammaning ishini yaxshi bilan boshi chiqmasin, ammo yaxshi bo'lamiz. Allohdan dilayman. Bir yandan gaplang. Gençemiz Dilshodbekni yo'ldan jo'natgan. Shadiyani, Shigin bilan tabriklagan Yunara chiqqan qahramonni, shu oila a'zolari hammasini shunday dunyoga kelgan kun bilan tabriklayman hammasini. Shu yigitimiz elimizga, yurtimizga kerakli bir sog'lik farzand bo'lsin. Otasini, onasini, hammaga
xizmatlari bo'lib, ajoyib o'qimishli bo'lsin. Shu yigitimizni sunnat to'ylarida, farz to'ylarida qatnashish hammamizga nasib etsin. Mulchal yoshlarından ina shunday dasturxonni kengroq yerlarda, ajoyib to'yxonalarda berish nasib etsin. Yana bir marta tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtli, saodatli yigit bo'lsin. Yaxshi katta rahmat gaplar uchun. Rahmat. Mana siz tabriklab qo'yasiz vaqtni. Marhamat. Shu Dilshodbek bolamizning umri uzoq bo'lsin, rizqi ro'zim bo'lsin, kelajakda Xudoy bir ajoyib o'qimishli doktormi, sportchimi bola bo'lib yetishki. To'ylarida ish qatordagilar hech qasi kam bo'lmay ajoyib qatnashib o'tirgaylar. Hammaning uyida shunday yaxshi kun bo'lsin. Muslima qizimizdan Xudo xolasi endi keldi doğulan gün ondan ömrü uzoq olsun. Hammasi sağ salamat olsun, esirler hammasi. Enem katta rahmat. Canı sağ olsun. Baxtımıza şu anda bakın. Enem taxtına suyanıp yaşadığınız rahmet. Sağ olun. Rahmat. Salomat bo'lin. Ana sizdan tabriklaymiz. Bugungi endi cho'liqni ilk yoshi. Ya'ni shu otamning nomi qo'yilgan. Shu otamning yo'qligini bildirmaydi bu endi. Hozir eshitdik. Shu Dilshodbekni shu yoshgacha siz katta qilibsiz. Shu farzandlar nomidan sizga rahmatlarni aytamiz. Bugungi doğulan gün sizin doğulan gününüz. Sizin bayramingiz. Sizni ham tabriklaymiz. Ko'p shunday doğulan günlerini ko'plarini görmek nasib etsin. 100 yoshlarga giring. Shu qudochiliklarning yilchilik bo'lsin. Hamisha ishda uzilmasin. Dasturxoningizda o'tmushi bir joyga kelmasin. Xonadoningiz bir mudom to'yxona, murodxona, chillaxona bo'lsin. Sog' salomat bo'lasiz. Ana endi ammasi tabriklaydilar. Hammasini taklif qilamiz davramizga. Keng kichkina ammasi ham bor. Keling, siz ham marhamat. Xalosini ham taklif etamiz. Keling. Nabi Dilshod doğulan gün ekan. Dilshodga uzoq umr tilayman. Iloyim ukam yaxshilab qo'shib bergan bo'g'ay, Xudoyim ish qilib umr uzoq bo'lsin. Dilshodbekni 1 yoshda doğulan günida tabriklayman. Iloyim umr uzoq bo'lsin. Doimni yaxshiligini qo'shib bersin. Tabriklayman. Rahmat. Endi xolasi tabriklasa. Shabnam aka, marhamat tabriklaysiz. Dilshodbekni tabriklaymiz. O'g'li bola bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Akama, Toyirjonoma, Iloyim shu farzandlari rohatini ko'rib o'tirish nasib etsin. Şu beşik toylarında, sünnet toylarında, bu toylarında gelip oturup sohbet etmek nasip etsin. Rahmat ana. Ana tabriklisiniz. Rahmatdan aytasizmi? Shu ishlarni tashkil etgan barcha xudolaringizga, yakunlaringizga marhamat. Dilshod bolam doğulan gün ekan, 1 yosh ekan, shu yosh bilan shu bolama uzoq umr tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Xudoyim muchal yoshlarimda, farz to'ylarimda, sünnet to'ylarimdan shu ishchilik tuyulib, hammasi qatorida ishchilik kelib nasib etsin. Xudoyim shu bolamiz kelgusida bir o'qimishli bola bo'lsin, eli yurta ota-onasine xizmat edadigan, shunday bir martabali bo'lsin deb bir martabali yigit bo'lsin. Eli yurta kerakli inson bo'lsin. Shunda bizlarga siylab kelibsizlar, bizlar yaxshi kunlaringizda borib o'tiramiz. Hammangizga katta rahmat. Zulfiya sanam katta rahmat. Yani shodlikdan tabriklayman. Shu oqtiqin doğulan günü bilan sanam Amina chiqarma. Yaxshi rahmat. Salomat bo'ling ana, katta rahmat. Marhamat ham bizning endi davramizda taklif qilsak, bir xorazmcha qo'shiqlarimiz bo'ladi endi. O'ynab kelamiz, marhamat. Aytib birgalikda. Aksataman gul bilan, bog'dagi bulbul bilan. Aksataman gul bilan, bog'dagi bulbul
koşuray, kırmızı canım, koşuray koşuray. Suda kumda yerde gökte denge tapılmaz. Kıyımın osmanında olur birlik ay. Mehmet yarım, koşuray koşuray. Ahlarları bağlım, koşuray koşuray. Suda kumda yerde gökte denge tapılmaz. Kıyımın osmanında olur birlik ay. Ötmesini güzel bahar özüysen. Göz açkan her günümde bahar özüysen. Ehliyle sevmez olur bütün bir ömür. Küyleme akkan sevgi bahar özüysen. Küyleme akkan sevgi bahar özüysen. Mehmet yarım koşuray koşuray. Kırmızı canım koşuray koşuray. Suda kumda yerde gökte denge tapılmaz. Kıyımın osmanında olur birlik ay. Mehmet yarım koşuray koşuray. Ahlarları bağlım koşuray koşuray. Suda kumda yerde gökte denge tapılmaz. Kıyımın osmanında olur birlik ay. Burası bir mucize, hayatım yakınken güzel. Burası bir mucize, hayatım yakınken güzel. Göz değmez seni ilayım, yıllardır baktığımıza. Göz değmez seni ilayım, yıllardır baktığımıza. Mehmet yarım koşuray koşuray. Kırmızı canım koşuray koşuray. Suda kumda yerde gökte denge tapılmaz. Kıyımın osmanında olur birlik ay. Mehmet yarım koşuray koşuray. Ahlarları bağlım koşuray koşuray. Devam kılamiz. Xorazmlarimiz İne qamat, ine boy, ine bazm, ine to'y. İne qamat, ine boy, ine bazm, ine to'y. Göz oldimlar mo'jiza, göz oldimlar mo'jiza. Ne balo bu, ne dayan bu xushro'y. Alalay lalay, radalalay lalay. Alalay lalay, radalalay lalay. Arvaçımını daim, kızlarım bana kaim. Arvaçımını daim, kızlarım bana kaim. Bak kızını vermezse, bak kızını vermezse. Allah başka ilahim, köşerisinde ikram. Alalay lalay, radalalay lalay. Alalay lalay, radalalay lalay.
göz gel beri Samanırma ulmasını mingeysen Düğmeleri aldın kesin giyeysen Hemen aklın senesi mingeysen Sedeflerin tillakasın giyeysen Maksadların beni öldürmek yapmaz Özünde başkadan az görmegeysen Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel beri, kara göz gel beri Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel beri, kara göz gel beri Düsür düsür kadamına Yolunu diken girmeye Düsür düsür kadamına Yolunu diken girmeye Gözü öptü benden sana gözü bilmeye Bana vergen bedelen başkalara vermeye Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel berda, kara göz gel beri Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel berda, kara göz gel beri Hayır, rahmatli qarsaklar bo'lsa o'ynaganlar uchun salomat bo'linglar. Azizlikni o'tirmasdan burun shida bir esdalik uchun abrorlik rasmat tushiradi. Oilaviy rasmat tushib olishlaringiz mumkin. Qolganlar esa yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugungi yaxshi kunni chiroyli kayfiyatda o'tkazish nasib etsin. Hammalaringizni yana bor bugungi do'stlikda olan kunlar bilan tabriklab qolamiz. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Vafolikda sharafli